Tarvuzni basseynga solib sovutish yoki oqayotgan suvga solib qo'yib sovutib iste'mol qilish mumkin emas, chunki tarvuz po'stlog'i orqali suv va zaharli moddalarni so'rish qobiliyatiga ega. Tarvuz po'stlog'i silliq ko'ringanligi bilan aslida mayda teshikchalardan tashkil topgan. Bu teshikchalar orqali tarvuz ichiga suv, zaharli moddalar va bakteriyalar kirishi mumkin. Masalan, basseynga solinadigan bo'lsa, zaharli moddalar va xlor aynan shu teshikchalar orqali tarvuz ichiga o'tadi. Oqayotgan suvga solib qo'yiladigan bo'lsa, turli xil bakteriyalar va ichak tayoqchalari bu teshikchalar orqali tarvuz ichiga o'tib, bu tarvuzni iste'mol qilgan odamni otravleniya holatiga olib kelishi mumkin. Aslida tarvuzni faqat xolodilnikda sovutish kerak. Ha, suvda ham sovutsa bo'ladi, lekin toza va sovutilgan suvda 20 minutdan ko'p sovutib bo'lmaydi. 20 minutdan ko'p sovutiladigan bo'lsa, tarvuz oshiqcha suvni so'rishni boshlaydi. Tarvuz suvda qancha ko'p tursa, shuncha ko'p suvni so'rib olishni boshlaydi. Homilador ayollar, bolasini emizadigan ayollar va 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga tarvuz berish kerak emas. Bu shartli ravishda, ya'ni hozirgi vaqtda tarvuz tarkibida juda ham ko'p miqdorda nitratlar aniqlanayotganligi uchun bu bolalarga va homilador ayollarga zararli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun chegaralash kerak. Agar siz uyingizda yetishtirayotgan bo'lsangiz va zaharli moddalar, ximikatlar qo'shilmayotgan bo'lsangiz, bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Lekin bu tarvuzni iste'mol qilsangiz ham siz juda ham katta vitaminlarga boy narsa iste'mol qilayotgan bo'lmaysiz.